Assalomu alaykum buva. Va alaykum assalom balalarim. Yeni kiyimlerimizni kiyip tuyuqsiz hoş qilgan xabarlarni kutib o'ldirdik. Ammo bu kiyimlar faqat maskanmabdi. Yarashmabdimi ata? Undaq emas Salma. Sizlarni qo'lvoqqa o'ltirg'izib, sayli qildiray degan edim. Nima degan yaxshi? Qo'l vaqti sayl qilishni bek seg'ingandim. Qulva xatarlik emasmi apa? To'lqinni qo'rqman. Xatarlik to'lqin degan dengizda bo'ladi. Daryoda emas. Kichikimda otam bilan nurg'un qatam qo'l vaqti sayl qilgandim. Ha, esingizda bormi qizim? Bir qatam Kashqag'inimizda Yasovul begi qirg'oqda turib, nima degan? Esimga keldi. Topdim deb baqirgan edi. Nima debdikan? Ezib ketib qirg'oqni aran topgan bo'g'aydi yaxshijon. Bek kechikib qoldingiz-ku Yasovul begi. Sizlarning chaqirtganliklarini anglapla kelishim, Vezir Asran. Halab valiyligidan maktub keldi. Siz bejardigan muhim ish bor. Xalifa oliylari Halabdagi ishlarini bitirib, Ostonga qaytib o'tibdi. Ajab tezlik qaytibdi-ku. Bilmadim. Qaytish yo'lidagi o'tang va kirish ig'izini darhol o'shanglar. Ansirmisizlar? Hamma ish deganlaridek bo'ladi. Qozi qalan Salma xonish, kichik malika va shahzodagim xabar qilishni tutib qolma. Bosh ustiga ular xalif oliylarini kutib olishga cho'qim chiqdi. Endi berib tayyorligingizni qiling. Bosh ustiga janoblari, o'zlariga bir talab xati yo'llagan edim. Yasovullarning maoshini Mushu vaqtda maoshning gapini qilamsiz? Menga Qo'lqimiz ko'rinmaydi-ku. Ha, balalar texmi xotirjam bo'lsin deb bu yelkali kemini ijaraga oldim, qizim. Bizni o'ylaganlarga rahmat ota. Qani kelinglar. Kemiga chiqayli. Yog'och taxtiga qo'rqmay tasavuringlar, bo'lamdi. Men burun chiqaman. Yo'q, men burun chiqaman. Talashmanglar, bo'lmasa uyga qaytib ketamiz. Qazgalan nerede? Bek muhim bir iş var. Sır chiqib ketdi begim. Salma xonishga yetkazing. Uning bilan ko'rishay. O'mi bil chiqib ketgan. Kichik shahzoda Sayfiddin-chu. U ko'rinmaydi-ku. Atiganda chiqib ketgan. Chiqib ketdi. Ne ketdi? U oilaning maxfiyatligi. Sizga aytmayman. Bek muhim, jiddiy ish bor da'vatma va deydiqcha. Daryo bo'yiga boramiz deganda qilgan. Daryo bo'yiga? Nimaga ayron qilyaptilar? Bugun dam elish kuni-ku. Qozi qalan nazratlari yeniga bir muhofizachi il olmay yursa qandoq bo'ladi? Yanada xonish, kichik malik shahzoda tursa, ularni qo'g'dash mening vazifam. Endi qandoq qilaman? Daryo bo'yida yolg'iz ayolni tutdi. Endi qandoq qilaman? Bu yer pek güzel ekan apa. Bu necap kelmepti ekanmiz? Yeninglarda muhofizatchi navkarlar ayrilmaydigan tursa, sayli sayohatda erkin yurmasa, ko'ngil echilmaydi. Bizga qissasining davomini aytib bermaslar yana erkin bo'la olmaydilar. Oldinlari dushman, keydinlarida suv, aytib bermay qutulolmaydilar. G'assalning elchisi Ka'b ibn Malikning yeniga maktub elib kelib, musulmonlarning uningdan o'zlarini chetga elayotgan fursatdan foydalanib, uni payloqchilikqa ko'ndirmoqchi bo'lgan yeriga kelgan edi. Padişahimizning maktubiga qandoq javob qilganligingni texicha aytmading. Sal turib bilib qolsa, bu qilcha ish qilinadigan ish emas. Obdan o'ylanib baq. Bundoq fursat umringda faqat birlik etim keladi. Ka'b, podshohingga maktubni ko'ydirib o'tganligimni yetkaz. Seni ikkinchi ko'zim ko'msor. Bak g'amga petib ketibsan-ku. Abu Qatada.
Çoğun iş yo'q. Allohga shukr. Manga aytqin, yordamim tegib qolar. Ka'b ibn Malikqa ishim og'riyotdi. 40 kun bo'ldi. Kishilarga aralashmay yashayotdi. Hammaylar uningdan o'zini chet kelyotdi. Uning bilan paranglashishni o'zidan tortyotdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hukmi. Bu hukmga e'tirozlik bildirayotganim yo'q. Alloh saqlasin. Ka'bga ishim og'riyotdi shu. Yeni xabarlarni angladingmi? Nima yangi xabar? Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam jangga chiqmagan 3 kishining ayollari bilan turishini ma'ni qilibdi. Ners keraklarınızı yig'ishtirib oldingizmi? Taң atqıç turib. Andan qaytaymikin deyman. Bunda qilsangiz qat'iy bo'lmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hukmi buningga qat'iy yo'l qo'ymaydi, havra. Mendan ajrashib ketmoqchimi? Yo'q. Bu bir jazo faqat. Biz ayollarning gunohimiz bo'lmasa, sizlar bilan qo'shilib jazolamnikanmiz? Sizlarning bizni jihadga chiqishga rag'batlantirmagan gunohinglar bor, havra. Oxirda hammaga men sababchi bo'ldimmi? Başta siz meni jihadga chiqishga rag'batlantirishingiz. Suslik qilsam, jihad qilmasam, men qattiq tegishingiz kerak edi. Sizlar degan er kishi, oilaning beshi. Bu uyda sizning deganlari hisob. To'g'ri. Gunohning eng cho'ngini o'z ustimga olaman. Kim o dedim? Kim o? Men oizalar havla xotirjam bo'lsizlar. Nima deb kelding? Uyga kelishing ma'ni qilingan. Payg'ambarimizning huzuridan keldim. Sallallohu alayhi va sallamning yonidan keldingmi? Sizdan xabar elib, yonlarda turay deb payg'ambarimizdan ruxsat oldim. Hilol. Olamlarga rahmat qilib avatilgan payg'ambarimizga ko'p rahmat. Hilol. Azroq tomoq yeb olamdilar. Mayli, dachkuning yağı qo'rsqimning oshqinini unutibdima. Qani, buningdan bahuzur yeb. Ondan aramay olsizlar. Bo'lamdi Hilol. Sen nerede uxlaysan? Yan hujurda. Biror narsa kerak bo'lsa, chaqirib o'yg'asizlar. Xizmatlarda bo'laman. Rahmat. Allah rahmat qilsin. Maktubni ko'ydirishga qanday jur'at qildi? Bo'lgan ahvollarni o'zlariga aynan yetkazyotiman oliylari. Musulmonlarning payg'ambariga sodiqligiga hayron qilyapman. Jazolanganlarmi? Sadoqat ko'rsatyapti. U bek sodda, ahmaq, hamoqat odamkan. Sizlar bilan hamkorlashmay, o'ziga o'zi qildi. Senmi o'zingga o'zing qilding, Asad? Menmi? Ular sening mening odam ekanligimni bildi. Endi Madinaga borma. Pashib qolasan. Bu men sizning sodiq qulları oliylari. Men uvol bo'ldi oliylari. Men seni ishiltamayman. Bir mezgil ko'zdan yiroq tur. Demasammi? Buni yaxshi bilasan. Asad, oliylari buni yolg'iz kishi kamerga qamab qo'yinglar. Oliylari, men uvol bo'ldi oliylari. Jihadga chiqmagan 3 kishining jazo muddatini o'tayotganiga 50 kun bo'ldi. Har qancha cho'ng gunoh qilgan bo'lsam-mu, mag'firatdan oldida hech nima emas. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Seni pok deb e'tiqod qilaman. Gunohlarimni mag'firat qilgin. Ashhadu an la ilaha illalloh. Ashhadu an la ilaha illalloh. Niyat qildim o'tarman. 2 rakat bomda o'tmamiz eni.
Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah haqiqatan payg'ambarning va uning qiyinchilik payti ergashgan muhojirlar va ansorlarning tavbasini qabul qildi. Ayni zamanda ularning orasidagi bir turkum kishilarning dillari haqdan burilib ketishga tas qolgandan keyin Alloh ularning tavbasini qabul qildi. Alloh ularga to'limi marhamatlik, nihoyat mehribondir. Jihadga chiqmagan 3 kishining tavbasini Alloh qabul qildi. Shuncha keng zaman ularga tar tuyulgan, ularning jonlari siqilgan, ular Allohga tavba qilmay turib, Allohning g'azabidan qutulish mumkin emasligiga ishongan edi. Ondan ularning tavba qiluvchilardan bo'lish uchun Alloh ularni tavbaga muvaffaq qildi. Alloh tavbani bakmi qabul qiluvchidir. Bandalarga nihoyat mehribondir. Allah ras aytadi. Xush xabar! Tavbani to'miz qabul bo'ldi. Allohning marhamatiga cheksiz shukr. Sana xush xabar elib keldim kab. Tövben qabul bo'pti. Xush xabarni men sendan burun yeb keldim. Toqqa chiqib ovozimning boricha vaqirdim. Xush xabar yeb kelganingning mukofoti bo'lsin qarindishim. Al bu to'n chopinimni. Allah şükür, Allah cheksiz shukr. Muborak bo'lsin kab. Allah rahmat qilsin Talha. Masjidga mushundaq bormaydigansan? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilan ko'rishgili bu to'nni kiyib borgan kab. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Sen yaxshi bo'ldi. Muborak bo'lsin. Shukr. Ka'b ibn Malik qalb yarasiga shifo bo'ladigan yaqinlik so'zlarni anglabdi. Payg'ambarimiz mundaq debdi: "Xushal bo'l, bugun umringdagi eng baxtiyor kun. Alloh tavbangni qabul qildi." Ey Rasulullah, Allah shundaq dedimi yoki o'zlari dedimi? Payg'ambarimiz tabassum qilib, "Ha, Alloh taolo shundaq dedi" debdi. Ey Allah, sana cheksiz teşekkür etmen. Tövbemni qabul qilganliging uchun sana hamd sana o'qiyman. Ey Allah'ın peygamberi, tövbem qabul bo'lganlik uchun mol dunyorimning hammani sadiq qilaman. Payg'ambarimiz yenada bir qismini qoldirib qo'yib, qolganini sadiq qilsam, texmi yaxshi debdi. Ey Rasulullah, rostchiligim sababli Allah tövbemni qabul qildi. Hayotli bo'ladi ekanman, rostchilik bilan yashayman. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. Ulug' Allah rost aytadi. Rostchilik. Shunchalar muhimmi bu? Intayin muhim qizim. Payg'ambarimizning payg'ambar bo'lishdan burun ishonchlik, rostchil deb nomi bor edi. Musulmon kishi hergiz yolg'on so'zlamaydi. Shundaqmi bova? Shundaq qozam. Kishi tavbasida samimiy va rostchil bo'lsa, shirkdan boshqa hamma gunohi kechiriladi. Ammo yolg'onchining gunohi kechirilmaydi. Kishi yolg'on aytaversa, Allohning dargohida yolg'onchi deb tutilib ketadi. Rost deysiz, Salma. Voqea bir yerga berib qopti. Bugun mushinchilik bo'lsin. Inshaalloh, erta boshqa bir qissa aytib beray. Tesbih bilen turgan bulut Kılgay dua gökte yürür Can kılganğa su tenligen
Köngüllenik kürür Yığazar birle kudur Yum tüker göz yaşlarını Taşlı kaşka bağrı taşlar Peygamberni tirik kül Dağlar yer başını izmin tüker yaşını Bul eyle Allah'ın tevbimizni Rahim eyle bendiniz bir acayip Kur'an'da var hakiki İslam Dağlar yer başını izmin tüker yaşını Bul eyle Allah'ım tevbimizni Rahim eylem bendiniz bir Zayıflar ki ibadetkarlar Mağrurluğu kuru koyar Nefsinin kuyun sallar Akibette hayran bular Tövbe kılsa günahkarlar Nurlar dolar Tevbikarga iman kanattır Pervaz kine